Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Leksiyadası da gacırızı. Washington'dan sözleyimiz. Ötkende sizlerge Amerika Avazı Radyo Stansiyasida Govingoy degan bir adamның o'ttirg'i chiqqanligini va bu kishini muxbirlarning ziyorat qilishi jarayonida yarim yo'lda to'sib qo'yganligi to'g'risi, buning sababini nima ekanligi to'g'risida vatandoshlarım bu leksiya so'zlagan edim. Bugun shuning davomini ko'ringlar. Bu gerçek ciddi tema bo'lmasa-mu, der bu Govingoy degan adamning Amerika Ovozi radiosida masalan maxsus programma ishlab, dal hozir Jungoda yaqinda ochiladigan 19-qurultayga partiya qurultayga munosabatli kishilarni ko'tarib chiqishi sizni bizni kichikgina o'yga soladi. Bugungi mavzu bunda, hurmatli vatandoshim. Naq maydon ko'rishtish. Amerika Ovozi Govingoyni maxsus ziyorat qildi. Iqlim masalalari to'g'risida suhbat. Axborot qiziq nuqtasi Govingoyni maxsus ziyorat. Bu mavzu Amerika Ovozining to'r betidan 5 kundan beri o'chirilmadi. Amerika Ovozining maxsus ziyorati uzib etildi. Arkasındaki karakol kim? Arkasındaki karakol kim mavzuli xabar 4-ayning 19-kun Vanvi to'r betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Ovozi radiosining tarixida hech qachon bundoq ish sodir bo'lgan emas. Bevosita ko'rishtish, bevosita anglatish programmasi ziyorat ustida turganda zo'rlik bilan to'xtatildi. Balki hech qanday bir alomat ko'rilmadi. Jarayon butunlay muhokamaga qo'yilmadi. Bu ish go'yo odamni bearom qildi. Acaba bu ish Amerikada yuz bergan ishmi? Zodi qanday bir kuch bu ishni qila oladi? Axborot erkinligini hammadan ustun qo'yadigan Amerikadagi bir demokratik davlatda bu ish qandaqsiga yuz berdi? Kishilar qabul qila olmaydigan bir taraf shuki, qandaq sabab bo'lishidan qat'iy nazar Amerika Ovozi bir necha 10 yildan beri yaratgan o'lga va tiklagan bayroq bir kechada nobud bo'ldi. Amerika Ovozida maxsus ziyorat programmasini uzib tashlagan qudratli kuch Sadiq. Ish mundaq edi. Amerika Ovozi bugun atdiganda sirliq Govingoyni ziyorat qilgan edi. Bundan burun Govingoy apandi aynak televiziyasi stansiyasida ikki qatim Jungo amaldorlar so'rinidagi jiddiy voqealarni fosh qilgan. Amerika Ovozi maxsus programma ziyoratini o'rinlashtirgan shundoq bir paytda Jungo Tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi. Govingoy to'g'risida qizil tutish buyrug'i chiqarildi. Tashqi ishlar ministrining bayonoti qarata Govingoy mundaq hisobladi. Qizil tutish buyrug'i uncha vola narsimi emas, uncha vola mo'yim narsimi emas. Boshqalar xalqaro amallik guruhiga yoki xalqaro Interpolga pul bersalar qilib beradigan bir ishdir. Men 1 milliard dollar xarjlab xalqaro jandarma Interpolning ustidan arz qilishga tayyorlandim, deydi Govingoy. Amerika Ovozi radiosining bu qatim Govingoyni maxsus ziyorat qilishi Govingoyni intayin cho'ng sahna bilan ta'minlaganlikdir. Amerika Ovozi radiosining bu qatim Govingoyni maxsus ziyorat qilishi Govingoyni intayin cho'ng sahna bilan ta'minlaganlikdir. Amerika Ovozining tayyorlik qilayotganligi anlatilgandan keyin Jungoning ichi va tashidagi xalqlar bu ishga diqqat qilishga boshladi. Amerika Ovozi radiosining Beijing turishliq tarmoq ishxonasining ishxona boshlig'i Joyi Jungo Tashqi ishlar ministrligidan chaqirtilib, 100 turani so'zlashib, Govingoyni maxsus ziyorat qilish bu nima ish dedi. Nemishki yakka oldi Govingoyga bir sahna tayyorlab berildi. Amerika Ovozi radiosi mundaq ko'rsatdi. Jungo'ga o'xshash sahna tayyorlab beramiz.
Jungo nemişki bunu eğizge alip yürüydü dep cevap verildi. Joyi Taşqi İşler Ministerligi'den çakırtılıp söhbet ötközgende. Amerika avazı bugün etdigende aslida Govingoyni 3 basqıçqa bölüp 3 saat məxsus ziyaret qılmaqçı. 3 saat məxsus ziyaret qılmaqçı bolğan. Əməliyyatda vaqt 2,5 saat ətrafıda bo'lishi kerak. Biroq məxsus ziyaret qilish 1 saat 20 minut o'tganda to'xtatib qo'yildi. Govingoy ziyaretning birinchi qismida oshkorlab mundaq ko'rsatdi. O'tgan hafta juma kuni uni ziyorat qilish to'g'risida oldin xabar berilgandan keyin o jumladan Jungo tarafdan kelgan doimiy hay'atlarchiliklarning ko'ngil bo'lishiga erishgan va qizil tutish buyrug'iga rahmat aytgan. Jungo aloqador taraf birinchi bo'lib o'tirg'i chiqib uning fosh qilish materialiga javob qaytargan. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Jungo Saqchi ministerligining muavin ministri Chuanjing Huaning telefonda 40 soat so'zlagan so'zini xotirlab oldim. Yenimda bor. Men o'tganda davlat rahbarlari va bexatarlik ministerligining Jungo bexatarlik ministerligining havolasi bo'yicha o'zimning pulini xarjlab chet ellardagi sazg'or kishilar, jumladan Dalay Lama va chet eldagi demokratchilar bilan uchrashdim. Hamda Dalay Lama bilan bir qancha qatam ko'rishdim, deydi Govingoy. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Intam tekshirish komitetining odamlari bilan Londonda 3 qatim ko'rishdim. Govingoy mundaq deydi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Intam tekshirish komitetining odamlari bilan Londonda 3 qatim ko'rishdim. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitet Siyosiy Biro darajalik amaldorlar xufiyona holda uningdan Markaziy Intizom tekshirish komitetining sekretari Wang Qishan oilasining chiriklashish ahvolini tekshirishni talab qilgan. Chuanjing Hua yip-uchi va qora material bilan ta'minlab, balki tahdid silib, navbatdagi siyosiy qonun komitetining sekretari Ming Janjuni tekshirishni talab qilgan. Davomini anglashlar, hurmatli vatandoshlar.